Mana men sizga hozir rad eta olmaydigan darajada taklif beraman. Seshka 203, ya'ni sport paketi. O'zi sport paketini qachon ko'rgansiz? Sport diskalarda men bamferlarni ham ko'ryapsizmi? Sport bamferli mashinani narxini shu darajada sizga aytaman. Siz bosh telefon qilib, "Aka, men bunchaga bering" deb qolasiz. Mashinamiz 2005-yil, 2000-yil, 99-yil Dores eskirib ketganlar bilan solishtirmaylar. Bu yuji ancha zamonaviy versiyasi. Rangini ham qarang, takoy anu kostyum shim rang. Mashinamiz 122 ming mil yurgan. Mana shu kapoti bilan 10 tomon krilosida egalari uvering bo'lib etavering deyaptilar. Lak sepilgan deyaptilar. Ya'ni anu usti asfalt qilib qo'yilgan. Atak unaqa seryozni udari ham bo'lmagan deb aytayaptilar. Даже опорный diskalarigacha perforatsiyali. Xo'p, mashinamizdan hech qanaqa ish yo'q deb aytayaptilar. Любой ustiliga borib tekshirib olsanglar bo'ladi. Arzonchiroq Merz qo'ying deganda ham arzonchi bo'lib turib ham arzonchi emas, anu takoy vid deb qarang. Bitta like bosib qo'yaveringlar. Salon holatlari, Harman Kardon akustikasi, Seshkada, Harman Kardon. Xo'p, stena holatlari ham, torpedka holatlari ham hamma joylari yaxshi bo'lib turibdi. Narxini oxirgi marta 12,5 ming dollar qo'ygan edik. Rosa ko'p odam telefon qilib, xullas shunaqa taqdir taqozosi bilan xullas sotilmagan edi. 12,5 ming narx qo'yilgan. Realniy plus bo'lsa, mana narx bering, berib yuboriladi. Egalari nomerlarini qoldiraman. Bu vaziyatdan ham foydalana olmay qolsangiz, menimcha aka Merz emas,